Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan yangi mollarimiz va Texa motobloklarimiz obzorini qo'yamiz. Ekranga yaxshi o'rnash oling. Like, podpiskani bosib, bugungi obzorimizda sizlar kutgan ko'pchilik joylarda 550 talik, 600 talik deyapti korobkani. Endi bilasizlar, sizlar bizlarga yolg'on gapirish, shunaqa narsa yo'q. Endi salgina bo'lsa ham nima odamlarga to'g'rilashga harakat qilamiz. 7 ga 9 motobloklarimiz kelgan. Endi ko'pchilik uni 7 ga 9lari mana biz obzor qilganmiz bu narsalarga. Original bitta biladigan joylaringiz moy tarafi, moy qo'yadigan joy tepada bo'lsa 7-9 korobka bo'ladi. Mana katta bir motor 170 bo'ladi. Mana 170 motor, katta korobka. Tak 7 talik kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana motori oddiy mana yonida bo'ladi. O'zi yonida mana uni 550 talikmi, 150 talikmi, 500 talikmi deydi-ku, buni qizig'i yo'q. Hammasi bir xil bo'ladi. Chunki o'zi splena ikki xil splena bor, katta bor, kichkina splena bor. To'g'risi, men sizlarga bir to'g'ri maslahatni aytsak, motobloklar olayotganda adashmaysizlar. Mana shu motoblok 2600 ming so'm deyapti. Men sizlarga maslahatim sirrazi men sizlarga 4 qatordan 8 qator farazmi 3 million so'm. Bu o'zin tan narxi juda qimmat motoblok. Endi ba'zi bir joylarda bizlarga achchiq qilib, burgaga achchiq qilib o'zlariga o't qo'yib yuborishayotgan ekan. Biz nima deydik-ku, o'zlariga o't qo'yib yuborishmoqsa, biz bira benzin qo'yib yuboramiz ustida. Yonsa bilan yonsin, mana originali. Bundan 160 ta bor, kamida. Muammo yo'q. Biz sabr qilamiz. Bizda sabr serob deydi-ku. Texa motoblogimizdan kamida 50 ta bor, eng kamida. Muammosi yo'q. Motobloklar, aren motobloklarimiz. Akalar, sifat jihatdan mana misol biz biron motoblokni yomonlamaymiz. Chunki nima uchun? Hamma ham molini mana buni bunday, mana bunday deydi. Biz sifat jihatdan mana Texa motobloklari mana 3 million 600 ming so'mdan tarqatilyapmiz. Просто ustini hozir yopib qo'yganmiz. Yomg'ir yaxshigina yog'yapti. To'g'ri tushunasizlar. Bizda ba'zida Toshkentda yomg'ir yog'yapti. 3 million 600 ming so'm sizlarga xohlagan turlaringizdan motobloklar ko'rgansiz, Aren, Vema hamma turida mavjud. Kelaverasizlar. Mana yevrolar bor 3,5 million so'mdan, 3 million 600 ming so'mdan, 4,5 million, 4 million 800, 4 million 200 beraman. Keling, motopila qo'shib beraman, benzopila qo'shib beraman deyish yo'q. Benzopilalar qo'shib berayotgan benzopilalari sizlar uchun bilasizlar. Bepulga bersa ham benzopilani uni 4,5 millionga bepulga bersa ham 900 ming so'm raznica. Endi menimcha sizlar yutasizlar, aytadi-ku, men yutyapmanmi, kim yutyapti deydi-ku, bilmayman. 3 million 600 ming oling, 400 ming so'mga benzopila oling, 400 ming so'm ataga. Ekovi sizlarga nechmi chiqadi? 4 million so'm bo'lar ekan. 4 million so'm. Xohlasangiz yevro variantidan, xohlasangiz mana Texa variantidan. Bizga Texani katta bazasi mana xohlagan turidan bor, muammosi yo'q. Biz Texa yo'q deganlar uchun katta aksiyada qo'yib qo'yganmiz. Texani 3 million 600 ming so'mdan kelib bemalol olib ketishi mumkin. Ko'p jahlimiz chiqarsa, shu kishilar ham bundan ham battarni chiqaramiz. Buni yana bitta bir ikkita joylarini aytib beramiz. Просто yomonlashimiz yo'q. Qo'ying, yomonlamaylik. Chunki erta har bir insonni sotishi bor. Original mollarimiz, arenlar, bloklari bilasizlar, o'ta qalin quyma ishlangan 7 ga 9 modellar. 7 ga 9 motor 170, korobka mana katta korobkadan. Ko'ryapsizlar? Katta korobkadan. Bu original aren firmani moli. Narxlari 6 million 500 ming so'm, yana o'tib beradigan joyi bor. Bular endi garantiyali 5 yillik garantiyali mollarda. Sifat jihatdan endi Texalar misol to'g'risini aytish kerak, mana misol o'zi bloglari ham sal yuqoriroq ishlaydi, mana. Bloglar yuqoriroq ishlangan, ko'rib turibsizlar. Nima uchun desak, endi
sorti ham o'rta sort hisobida yuradi. Bunday zo'r motoblok emas. O'rta motoblokni zo'rlari Xudoga qarab qo'yish kerak. Arend, Vema motobloklar aka ishlatasizlar, dam oladi-da. Motoblokka dam beradigan motoblok ana shular bo'ladi. Misol hozir yana bir ikkita motobloklarimiz kelyapti. Ko'rasiz, mana misol titanium olsalaringiz, mana titan ham akalar o'rta motobloklarni yaxshisi hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga buni eng bazaviy narxida qilib qo'yganmiz. Narxlari 3 million so'm. Bundan akalar menga 500 ming, 1 million foyda qolish umuman shart emas. Insof sari, insof bilan qilib beriladi. Original, yaxshi motoblok. Misol, nimalarni ko'raverasizlar. Sifatlari zo'r ishlangan. Yillari ham juda yangi. Tak, frezer 4 qatordan 8 qator frezer. Ko'pchilik ko'rsa aytmaydi. 4 qatordan 8 qator frezer. Tak, buni orqa qismiga keladigan bo'lsak, buni orqalari buni ham taylarini ko'raverasizlar. Buni ham taylari. Shu texan tagidan bir xilda bemalol olishingiz mumkin. Rollari buriladi. 360 gradus rol buriladi, любой tomonga. Bog'da akalarga bemalol olasizlar. Buni bir shart ko'zi mana. Mana shunaqa yursangiz bemalol motoblokni korobkasi qanaqa borligi bilinadi mana. Shum yo'q korobkasiga. Yurishini ko'rasiz. Motoblok korobkasiga shum yo'q. Motoblok qanchalik shum yo'q bo'lsa, motoblok shuncha yaxshi terilgan va sifatli yaxshi zapchas qo'yilgan bo'ladi. Lekin sifat jihati yaxshi motoblok hisoblanadi. Misol sizlarga drabelkalar, motorlar, mana instrumentlar, barcha turlardan yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa inshaalloh mana sizlarga mana vertolyotlarimiz hozir yangi firmalarimiz yetib kelgan. Buni ham sizlarga ozroq narxlar bilan tushuntirib o'taman. Dizelimiz. Mana shu dizelli motoblogimizda ko'pchilik joyda bitta benzopila qo'shib beraman, u qo'shib beraman deb 5 million so'm, 5,5 million so'mdan sotishyapti. Sizga buni 4 million so'm aksiya narxga olib ketishingiz mumkin. Ikkita, 3 ta olaman desalaringiz, kelaverasizlar, sizlarga moyni bonus qilib beraman. Muammosi yo'q. Ichida 2 ta, 3 ta bo'lib, komplekt bo'lib keladigan insonlarga moyni yana bonus qilib beramiz. Bizlarga buni qizig'i yo'q. Bular xalq maza qilsin. 2 million 600 ming so'm. Mana 2 million 600 ming so'm King Max firmaniki. Sifatlari yaxshi avtomat korobka, yosh katta insonlar ishlatishi mumkin. Bazaviy narx 2 million 600 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Akalar, biz shunchadan shunchagacha desak, keyin borganingizga o'yin yo'q. Mana aytilyapti narxlari, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sifatlar o'zi bilan motorlari mana seli motorlari yetib kelgan, ko'rishingiz mumkin. Hammasini motori bor. Dori apparatlar 700 ming so'mdan bo'lib qoldi. Kelib mana xarid qilishingiz mumkin. Temir balonlar, chizillarimiz, pluglar, universalni pluglar 500 ming so'mdan mana kelaverasizlar. Ligirovshni har tomonga ligirovka qilsangiz bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib, xudo xolasa inshaalloh svarka apparati izlayotgan akalarimizga bugun hozirgi bundan keyingi obzorimiz svarka apparatlar bo'ladi. Bundan keyin svarka apparatlarimiz 1 yildan garantiyalik svarka apparatlarimiz yetib keldi. Katta pariyada. Shuni ham qo'yganmiz. Juda yaxshi ketyapti, chunki sizlarga ham shuni nima qilib qolamiz. Like, podpiskani bosib qo'yib, kanalga a'zo bo'lib qo'ysangiz, kelgan vaqtda aytganimizdek 10 ta yaxshi videoni tekshirtirib ko'ramiz. Muammosi yo'q, hammasiga yozgan bo'lsangiz, drill, katta drill qadar qilamiz. O'tiribsiz, yozyapsiz, drill yutib olyapsiz. Sizga borib barabanda aylantiring, boshqani aylantiring demaymiz yoki bir baxtli voqeda bir qog'oz tiqib sizda nima chiqadi demaymiz. Chiqmaydi desa yo'q demaymiz. Takka yozasiz, kelasiz 10 tagina. Bekordan ham o'tiribsizlar. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Bizga eng yangi firmalarimiz yetib kelgan. Ularni ham sizga obzorni qo'yamiz. Ekranga yaxshilab o'rnashib olib, keyingi videomizda kutishingizni tilaymiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin.